millatning yomoni bo'lmaydi. Urushlar, nafrat, qo'rquv, odamlar ko'pincha aybdor izlaydilar va ko'p hollarda uni noto'g'ri joydan topadilar. Biz uchun dunyoni biz va ularga bo'lish qulay. Tiliga qarab, teri rangiga qarab, bayrog'iga qarab. Ammo haqiqat oddiy va biroz noqulay. Millatning yomoni bo'lmaydi. Yomon qilmishlar bo'ladi va ularni qiladigan odamlar bo'ladi. Unda nega odamlar butun bir xalqni yomon ko'radi? Chunki millionlab odamlarni ayblash oson, ammo alohida insonlarning mas'uliyatini tan olish qiyin. Har bir mamlakatda vayron qiluvchilar ham bor va bunyodkorlar ham, qo'rquv tarqatuvchilar ham bor va himoya qiluvchilar ham. Millat insonni yovuz qilmaydi. Pasport esa uni avtomatik ravishda yaxshi qilmaydi. Hammasini tanlov va amal belgilaydi. Tarix millatlar haqida emas, tarix odamlar haqida va u har kuni qayta yoziladi. Biz bir millatdan nafratlansak, insonni ko'rmay qo'yamiz. Millatning yomoni bo'lmaydi, yomon odamlar bo'ladi. Yaxshi odamlar ham bo'ladi. Qaysi tomonda bo'lish bu sening tanloving. Obuna bo'ling. Oldinda yana ko'plab qiziqarli mavzular sizni kutmoqda.